Mana bu sotgan falshivaning biletini yo'qmi? Sankt-Peterburg va Moskvada ikkita yoki uchta aviatsion universitet bor. Lyotchik yoki aviatsiya yo'nalishida o'qimoqchi bo'lgan student va abituriyentlar diqqatiga. Hozir qabul ketyapti. Kimda kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, aviatsion yo'nalishida bemalol hozirdan sizlar harakatni boshlasanglar bo'ladi. Eng minimum aviatsion universitetni bitirib, sizlar aviakassa ochishinglar mumkin yoki-da lyotchik bo'lib darishga ketaverasizlar. Men sizlarga Rahmonov aviakassasini tavsiya qilmoqchiman. Rustam aka, ikki og'iz tushuntirib bering, bu qanaqa bo'ladi? Endi kirdi chiqdi masalasi juda ham oson. Samolyotda 1 sutkada kirib chiqadi. Mashinada 3 sutka yurish kerak. Mashina bilan samolyot farqi biletda, agar pulni oladigan bo'lsak, 1-2 ming farq qiladi. Sizlar bezopasniy aviabilet olaman deydigan bo'lsanglar, ekrandagi ko'rib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yaqinda o'zimizning ofisda bizning studentlar uchun, bizning mijozlar uchun ochmoqchimiz. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda bizning ofisimizga kelib ham bemalol bilet xarid qilishinglar mumkin. Hammaga omad. Gazir bo'lsanglar.